Voy boshim yomon og'riyapti. Uyqum ham kelmayapti. Birovni ko'rsam asabim qo'zib urishkim kelyapti. Azizlar, mana shu holat sizga ham tanishmi? Albatta, bu uyqusizlik asosida organizmda melatonin degan gormon yetishmasligi oqibatida bo'lyapti. Bosh og'rishining sabablari ko'p. Faqatgina o'sha tarang bo'lgan nervlar hisobiga sizda buzilishlar ketyapti. Xuddi mana shunga yechim istayotgan bo'lsangiz, bizda tabiiy yechimi bor. Hech qanday organizmga ziyoni bo'lmagan bu tabiiy mahsulot Relax Box, ya'ni bo'shashtiruvchi quti deb ataladi. Bu nima qiladi? Birinchi bo'lib nerv hujayralarini qayta tiklaydi, kerakmas informatsiyalarni yo'qotadi va miya faoliyati uchun kerak bo'lgan, hatto ko'z faoliyati uchun kerak bo'lgan elementlar bilan ta'minlaydi. Buning ichida, bu qutining ichida 30 ta paket bo'lib, har bir paket ichida 4 xil mahsulot bo'ladi. Mana shundan 30 dona bor. Demak, bir oylik kurs lecheniyasi mana shu qutining ichida. Siz 4 tada bitta davolanasiz, ya'ni bosh og'riq, asab tarangligi, melatonin gormoni yetishmasligidan uyqu fazasining buzilishi va urushqoqlik. Mana shu xislatlardan batamom qutulmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Mana shu Relax Box sizga yordam beradi. Aytgandek, O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin. Video so'ngidagi qo'ng'iroqlarga telefon qiling, mutaxassislarimiz savollaringizga to'liq javob beradi.